Sushka bilan massa naborda nima farqi bor? Birinchisi, yuz va tanada bo'ladigan o'zgarishlar. Bu videoda massa nabordaman yuzim to'lishgan holatda, bu videoda bo'lsa musobaqaga 2 kun qolgandagi yuzimni holati. Bu video massa nabordagi holatim, vaznim 75 kg, qornimda ko'rib turganlaringdek yog'larim ko'p. Bu videoda bo'lsa vaznim 60 kg, sushkadagi holatim. Tanamda yog' yo'q, press va tomirlar bo'lsa maksimalni bo'rtib ko'rinadi. Sushkani minus tarafi kiyim kiyganingizda sportga umuman aloqasi yo'q odamga o'xshab ko'rinasiz. Plus tarafi bo'lsa kiyimni yechganingizda tomir va presslar bo'rtib ko'rinib turadi. Sushka va massa nabordan tashqari rekompozitsiya degani ham bor. Rekompozitsiya degan bu massa naborda ham emas, sushkada ham emas, o'rtasi degani. Rekompozitsiyada sushkadagi ko'rinishingizdan kattaroq, massa nabordagi ko'rinishdan bo'lsa ozgina kichkinaroq bo'lasiz. Lekin plus tarafi presslar hali ham ko'rinib turadi. Endi sizlarni sushka va massa nabor haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarim bor. Bularni sizlarga tushuntirishimdan maqsad menga kichkina bo'lib ketibsizmi, vez tashlayapsizmi deb yozmasliklaring uchun. Video foydali bo'lgan bo'lsa kommentariyaga ximik deb yozib bitta like bosib qo'ying.